Assalomu alaykum xalqim deydi. Assalomu alaykum YouTube. Sizlar bilan men Saloyev Mahmud bugun Ratan Mebeldan to'qima stollari haqida söyleyeceğimiz. 6 kishilik deko deb ataladi, to'qilgan ratandan. Durus endi bu жаңалық emas, bunun kirib kelgandan 3-4 yil bo'ldi. Bizlarning olimizda xo'jalik o'kis bir yerda bor. Endi shuni bizlar ham o'zimizning ulashimizni qo'shib azroq bir rivojlantirayın deb kichigina uyimizda shunday sex ochib, shunday ratan mebel ishlab chiqarishga kirishyapmiz. Jimishimizning chalasi bor edi. Biroq shunda da kech bo'lsa-da sizlar bilan bo'lishib ishlaganlarimizni deb bir video obzor ishlagimiz keldi. Xudo xolasa bugun bitiraman deb edim, o bilan stol bitmay qoldi. Stolchiklarini kecha bitirib qo'yib edik. Üstü to'qiladi. Üstü to'qildi, yerlari to'qiladi, endi üstü ayna bo'ladi. Tuyoqlari bir qator bari to'qilib. Shunday svetdan to'qiladi bari. Yoqda materiallarning barini olib qo'yibmiz keyin. Seri svetdan bor, choko svetdan bor. Choko svet. Shundan mokriy svet. Mokriyga uni aqda aralashtirib mix qilsak bo'ladi. Yana har yoqda turgan yana tag'in materiallar var, rostnerga siymayganiga u nariyoqqa qo'yibmiz. Ustaxonamiz bor, ustaxonamizda men bir qator ko'rsatib ketamiz. Keyin bundan boshqa prostoy qadimgi 6 odamlik, 8 odamlik, 4 odamlik marojinlarga, chayniklarga, stolovoylarga qo'yiladigan oddiy stulchiklarimız ham bor. Ulardan xudo xolasa bugun krasklab qo'ydik, elik havmada. Ulardan yerdan bir qator xudo xolasa video qilib bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ishlagan niyetimizga kichigina bir like bosib, podpiska qilib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar deb umiddamiz. Sizlar bilan men Saloyev Mahmud bo'ldi. Ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar.